Diqqat, aholimizga tezkor xabar. Haydovchilari soni cheklanmagan avtosug'urtani rasmiylashtirishga ruxsat berildi. Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liqroq xabardor bo'lishni istasangiz, oxirigacha ko'rib, like va podpiska tugmalarini bosib qo'yishlikni unutmang. Diqqat qiling. O'zbekistonda sug'urta va elektron tijorat sohalarini takomillashtirishga qaratilgan yangi qonun qabul qilinib, bir qator muhim o'zgartirishlar joriy etildi. Yangi tartibga ko'ra endilikda avtomobil egalari haydovchilar soni cheklanmagan majburiy fuqarolik javobgarligini sug'urtasini rasmiylashtirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bunday sug'urta shartnomasida transport vositasini boshqarishga ruxsat berilgan shaxslar, jumladan egasi yoki uning yaqin qarindoshlari alohida ko'rsatilishi talab etilmaydi. Shuningdek, yo'l transport hodisasi yuz berganda jabrlangan haydovchi sug'urta tovonini aybdor tomonning sug'urta kompaniyasidan bevosita talab qilishi mumkin bo'ladi. Arizani ko'rib chiqish ham aynan aybdor tomon sug'urtalanuvchini tomonidan amalga oshiriladi. Qonun bilan yana boshqa yangiliklar ham joriy etildi, xususan hayoti va sog'ligi davlat tomonidan majburiy sug'urtalanadigan shaxslarni bir vaqtning o'zida davlat budjet hisobidan ish beruvchining fuqarolik javobgarligi bo'yicha majburiy sug'urtalashga yo'l qo'yilmaydi. Bundan tashqari elektron tijorat operatorlari faoliyatini boshlashi yoki tugatish haqida vakolatli davlat organining belgilangan tartibda xabardor qilishi shart bo'ladi. Mazkur o'zgarishlar sug'urta tizimini yanada shaffof qilish, haydovchilar uchun qulaylik yaratish hamda elektron tijorat faoliyatini tartibga solishni kuchaytirishga qaratilgan. Do'stlar, shu va shunga o'xshash yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.